Tadbirkor va savdogar akalarimiz uchun Qo'yliq bozorining yonginasida kompleksi biqinida joylashgan 4 xonali xonadonimizni havola etamiz. Ushbu xonadonimiz juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan Qo'yliq bozorining yonginasida. Yonimizda bog'cha, gom, kiyim bozori, bu yoq tarafda Karvinka, domimizning oldi tarafida poliklinika, yo'l yuzidan 2-liniyada, Farg'ona yo'lida, Qo'yliq bozorining biqinida joylashgan ushbu xonadonimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirib kelaverishida uzun koridorga ko'zingiz tushadi. Panirovkalarimiz ham juda ham zo'r, xonalarimiz razdelniy qilingan. Sanuzel ham razdelniy, qadrli do'stlar. Birinchi xonamiz. Eng sevgan xonalarimizdan biri zalimiz, juda ham добротный. Ichkarida o'zini spalnisi joylashgan, отоплениyalar qo'yilgan, qadrli do'stlar. Ushbu xonadonimiz 104 kvadratni o'z ichiga oladi. Ikkinchi qavatda joylashgan, ayollarimiz sevgan xonalardan biri. Oshxonamiz juda ham keng. Har bir xonamizda sirkulyatsiya bor. Gluxoy xonaning o'zi yo'q. Bu yoq xonada yana bitta yotoqxona. Umumiy olganda 4 ta xonadan iborat. O'zini biriga 3 balkoni ham mavjud. Ichkari mahallaga qarab turadi oynasi. Yo'l yuzidan 2-liniyada joylashgan ushbu xonadonimiz. Bu yoq уборный xonamiz. Bu yoq bo'lsa razdelniy o'zini vanna formatda qilingan sanuzeli. Bu yoqda yana bitta yotoqxona, asfyujit qilish kerak. Remontlarni qadrli do'stlar.